Assalamu alaykum do'stlar, hammanglarniki mashg'ulotlar xayrlik bo'lsin. Nashr kontrol sistemasi yurishlik darsimizniki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda bo'lsa nashr kontrol sistemasidagi stage degan hukmni o'rganib o'tamiz. Stage degan nima degan vaqtida biz ma'lum bir ishni qilyapmiz. Shu qilayotgan ishni vaqtliq to'xtatib qo'yib, o'zimizniki ishlayotgan rayonni pakiz qilib, boshqa bir ishni qilish u ishni qilib bo'lgandan keyin yana bayamqi qilayotgan ishimizni yandırıp qaytadan shu qilib qolgan yerdan boshlab qilishni ko'rsatadi. Hamda bu vaqtda biz o'zimizniki kodini shu staging areaga qo'shmay turib, git add qilmay turib, o'zimizning kodini ma'lum bir vaqtliq saqlaydigan rayonda saqlab qo'yib, yangidan boshqa bir ishni qilish va u ishni qilib bo'lgandan keyin shu saqlab qo'ygan kodimizni asli keltirib, shu davom qilgan qilib qolgan yerdan davom qilishni ko'rsatadi. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, shu git version control systemda working directory, staging area, local repository, anan keyin remote repository deb ayrıldı. Ya'ni bizniki working directory, ya'ni bizning xizmat qilayotgan yoki kod o'zgartirayotgan yer, staging area degan shu kodni git add qilish orqali biz staging areaga qo'shamiz. Staging areadan git commit qilish orqali local repositoryga, ya'ni yerlik ambarga qo'shamiz. Stage degan nima degan vaqtida biz ma'lum bir ishni qilyapmiz. U ishni qilib o'tib bizga boshqa bir ish keldi. Endi biz bayon qilayotgan ishni yo'qotib etmasdan ma'lum bir yerga qo'yib qo'yib, masalan git add qilmay turib, git commit qilmay, uni ma'lum bir yerga qo'yib qo'yib, o'zimizniki yangi kelgan ishni qilish, yangi kelgan ishni qilib bo'lgandan keyin bayamqi bizniki vaqtliq saqlaydigan rayondan qilib qolgan kodimizni shu yerda davomlashtirmoqchi bo'lgan vaqtimizda stage degan narsaga ehtiyojimiz tushadi. Undaqda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali bu stage degandan keyin nima ekanligini bir ko'rib o'taylik. Undaqda men avval bir yangi projektdan birini ochay. Ustal yuziga project bir deb bir hujjat xaltasidan birini qurdim. Hujjat xaltasini qurgandan keyin men bu yerga avval bir hujjatdan birini yozay. Masalan index bir checkit HTML deb hujjatdan birini qurdim. Hujjatdan birini qurgandan keyin men bu yerga xat yozay. Bu yangi hujjat deb yozdim. Yozib index 2 checkit HTML deb yana bir hujjatdan birini quray. Bu yangi index hujjati deb bunu yazdım. Bu ikkisini yozib bo'lgandan keyin endi bu ne biz shu staging area yerdan local repositoryga qo'shaylik. Qo'shishdan burun avval biz shu hujjatni qurgan project payaga kiramiz. Buni kirish uchun cd desktop project 1 deganga kirdim. Kirgandan keyin qaraydigan bo'lsam ls deb bossam index 1 html, index 2 html deb hujjat bor. Bu yerga yangi project bo'lganlik uchun git init deb gitni initialize qilaman. Initialize qilib bo'lgandan keyin git status deb qaraydigan bo'lsam, bu yerda index 1, index 2 deb 2 hujjat bor ekan. Men buni git add qilib staging area qo'shdim. U yerdan git commit m qilib tunji kod deb izohat berdim. Izohatni berib bo'lgandan keyin bular local repositoryga kirdi. Status deb besib qarsam, mana meniki ishlayotgan shu working directory pakizlandi. Endi men buningga yangi bir o'zgartishni kirgizay. Masalan, yangi o'zgartish kirgizdim deb 2 ga yozdim, index 1 ga. Bu yerda bir o'zgarish bo'lyapti deb o'zgarish yozdim. Hozir bizniki
qaraydigan bolsak, indeks 1 bilan indeks 2 ga bir o'zgartishni kirgizdik. Buni qaraydigan bolsak, git status deb bassa, mana birinchi indeks 1 bilan indeks 2 ga bir o'zgartish kirgizildi deydi. Hamda bizga shuni qildik. Bu ishni bitkizmay turib, masalan, hozir qilayotgan ishimizni bitkizmay turib, boshqa bir ish kelib qoldi. Ya'ni indeks 3 deyilgan bir hujjatni yangidan boshlab ishlamoqchi bo'lib qoldik. Endi ma ish tugmadi, ammo a ishni cho'qim bitkizib yetishimiz kerak. Undaqda biz ma bitmagan ishni local repositoryga qo'shsak bo'lmaydi-da. U vaqtida buni hamda biz vaqtli bir yerga saqlab qo'yib, yangi holatga akilib, shu kodimizni uningdan keyin bayamqi yangi kelgan ishni qilayotgandan keyin uni topshirib bo'lgandan keyin bayamqi qilib qolgan ishimizni shu qilib qolgan yerdan davomlashtiramiz. U vaqtida biz shu stage degan narsa stage qilamiz. Stage qilish uchun git stage deb buyruq bor. Buni bossam men kodni xato yozib oldim. Git stage qilib buyruqni yozdim. Bossam mana yangi bir rayonga shu bizningki hozirgi qilayotgan rayonimiz saqlandi. Andan keyin buningga shu ishlayotdi deb yangidan bir indeks berildi deb shunda deydi. Buni qanday tekshiramiz deganda git stage list deb qaraydigan bo'lsak, mana git stage at 0 indeks deydi. Bizning bayamqi yozayotgan o'zgartishimiz ketdi. O o'chirilib ketdi. Endi biz bu yerga yangi bir hujjatdan birini quraylik. Git index 3 html qilib yangi index 3 hujjatini qurdim deb bir o'zgartish qildim. Bu o'zgartishni qilib bo'lgandan keyin bunda har xil xatlarni yozib yangi bir ishni topshirib oldim deylamda. Bu yerga ishni qilib bo'ldim. Bu ishni indeks 3 ni qilib men bitkizib bo'lgandan keyin indeks 4 deb bir hujjatdan birini qurib, bu yerda yana bir ishlarni qildim deyli. Ishni qildim. Qilib bo'lgandan keyin endi shu indeks 3 bilan indeks 4 ni men buni working directory'ga ekilib, working directory'da bular. Buni hamda biz staging area u yerdan local repository qo'shib, local repository'dan remote repository qo'shima. Buni qilish uchun git add qilma, git addni qilib bo'lgandan keyin git commit qilib yangi vazifa deb yozib qo'ydim. Yozib qolgandan keyin bu bizningki local repository'ga qo'shildi. Endi bu local repository'ga qo'shilib bo'lgandan keyin biz endi bayamqi qilib qolgan ishimizni shu yerdan davomlashtirib qilmoqchi bo'ldik. Qaraydigan bo'lsak, git stage list deb qilsak idc mode. Endi biz shuni asliga keltiramiz. Buni asliga keltirish uchun git stage pub qilib stage at 0 qilib mana bosamiz. Basqandan keyin qarasak, mana bu ishimiz qaytib keldi. 2 ga qaraydigan bo'lsak, yangi o'zgartish kirgizdim deb bu yerda bir o'zgartish bo'lyapti deb bizningki bayamqi o'zgartishlarimiz qaytib keldi. Ko'rgan bo'lsanglar. Endi men bu o'zgartishni endi kirgizmak git add al qildim, git commit qilib kona ishni bitirdim deb yozdim. Endi bu yerga siz izohatga o'zingizni shu qilayotgan ishingizga munosabatli izohatni yozsiz. Men bu yerga o'zim xohlagancha bir izohatdan birini yozdim, yozib qildim. Git status deb qaraydigan bo'lsa, mana working directory pakizlandi. Git status deb mana working directory pakizlandi. Endi biz bayamqi deganimizdek shu qilayotgan ishimizni bir ishni qilayotgan vaqtida yangi bir ish keldi. O ishni cho'qim baldir topshirib yetishimiz kerak. O ishni qilib bo'ldik. Qilib bo'lgandan keyin bayamqi bizning qilayotgan ishimizni vaqtlik saqlaydigan rayondan qaytarib kelib, o ishni davomlashtirib qildik va uni bitkizib yo'llab o'tdik.
Endi yangidan yana bir ish qilaylik. Masalan, index 3 ga bir o'zgartishlarni kirgizdim. O'zgartish dedim. Index 3 ni o'zgartib qildim. Index 4 ni o'zgartdim. Index 4 da o'zgartish deb mana bosdim. Besib qildim. Endi buni yo'llashdan burun menga yana bir yangi ish kelib qoldi, index 5 degan. Shu ishni avval qilib o'tishim kerak. O ishni qilish uchun meniki working directoryni package qilishim kerak. Uni qilish uchun bu hozirgi o'zgartishni vaqtli bir yerga saqlab qo'yib, stage qilib qo'yishim kerak. Uni qilish uchun git stage deb bosdim. Qilsam mana meniki bayamqi o'zgartishlarim ketdi. Endi men yangi ishni qilsam bo'ldi. Qaraydiganimizda git stage list qilsam mana 0-sida mana koni ishni bitirdim deb eng oxirgisi shukan. Endi men shuni asli keltirma. Bayam diqqat qilgan bo'lsanglar git stage pub deb qilsam asli keltirdi. Mau stage mi o'rnidan azaqi qilayotgan ishimiz, vaqtli saqlab qo'ygan ishimiz shu vaqtli rayondan yo'qolib ketdi. Endi biz bu ishniki yo'qolib ketmasligini oldin qanday olamiz deganda, ya'ni bu ish asli kelsin, vaqtli saqlayotgan yerdan bizniki ishlayotgan rayonimiz qaytib kelsin va shu vaqtli saqlaydigan yerdan turib tursin desak, uni git stage biz bu qatam pub qilmay apply degani bossak, git stage add 0-si qilsak mana asli keldi. Qaraydiganimizda git stage list mana list deb qilsak bizniki vaqtli saqlaydigan rayonda turibdi. Endi bu git stage apply bilan git stage pubniki farqi. Endi biz bu vaqtli saqlaydigan mavuni endi o'chirib etmoqchi bo'lsak qanday qilamiz degan vaqtida git stage drop qilib shu stage'ninki id'sini bossak, hozirgi shu vaqtli saqlaydigan rayondan shu bizniki bergan shu stage'imiz yo'qolib ketadi, ya'ni o'chiriladi. Qaraydiganimizda drop deydi. Git stage list deb qaraydiganimizda mana yo'qolib ketdi. Bu git stage dropninki ishiltish o'rni. Onunda endi git status deb qaraydiganimizda ikki tal hujjatdan ikkisi hozir bizniki working directory'miz ekan. Endi buni biz stage, ya'ni buning ichida ma'lum birsini vaqtli rayonga saqlab qo'yib, qolgan masalan 3ni index 3ni biz vaqtli rayonga saqlab qo'yib, index 4ni shu staging areaga u yerdan local repository'ga qo'shmoqchi bo'ldik deylik. Endi buni qanday qilamiz degan vaqtida avval ekran tozlay git status deb bossa mana index 3 index 4 biz bayam git stage deganni bossak, bu mishadagi hammasini stage qilib yetadi, vaqtli rayonga saqlab yetadi. Endi biz buning ichidagi birisini qanday qilgan vaqtda birisini ham qilamiz degan vaqtda git stage bo'shliq -p deb bossak, bizga deydiki bu yerda ikki hujjat paket. Buningki masalan yangi o'zgartish deganniki masalan yangi o'zgartish mana index 3 da shundami? Index 3 ni stage'ga qo'shamsa, qo'shmamsa deb bizdan so'raydi. Masalan qo'shib qolsak, yes deb qilsak, yangi o'zgartish degani bizningki o'sha stage'ga vaqtli saqlanadigan yerga qo'shilib ketdi. Endi mau index 4 dagi o'zgartish deganni mana buni endi o'sha stage degan yerga qo'shamsa, qo'shmamsa, stage qilamsa, qilmamsa deydi. Yo'q, buni no qilib, buni men app qilib, buni o'sha local repository'ga qo'shiman deb
qilib no deganni bassaq, mana bu bizniki birsi qaraydigan bo'lsak, bayamqisi yo'qolib ketdi. Yangi o'zgartishga yo'qolib ketdi, ammo manadagi indeks 4 degan qolib qoldi. Chunki biz mau yangi o'zgartish deganni vaqtliq saqlaydigan rayonga saqlab qo'ydik, ammo indeks 4 da o'zgartish deganni qolib qolyapti. Men buni shu staging areaga u yerdan local repositoryga yo'llayman dedik. Endi buni git add qilib git commit qilib index 4 da o'zgartish bor deb yozib qildim. Git status deb yozsam, mana working directory package dedi. Endi biz 4 ga o'zgartishni bitkizib bo'ldik. Endi bayamqi 3 ni qaytarib kelib, shuni davomli ishlamoqchi bo'lsak, shuni o'zgartish qilmoqchi bo'lsak, qanday qildik degan vaqtida git stage pub shundami? Pub qilib stage add 0 qildik. 0 qilgan vaqtida bizniki shu 0-stage ni ekilib berdi va vaqtli o'rindan juydi. Chunki pubni qo'llandik. Agar apply deganni qo'llangan bo'lsak, bu yerdagi mau vaqtli stage o'rinda vaqtli saqlab qo'ygan yerdan uni juvatmay shu yerga saqlab qo'ydi. Bastok. Hoppa, mana keldi. Yangi o'zgartish degan keldi. Mauza batdi index 4 ga o'zgartish degan. Endi buni git add git commit qilib commit index 3 ga o'zgartish tugdi deb yozdim. Izlatgan kim bu tugdi. Endi git status deb qaraydigan bo'lsak, mana bizniki shu ishlayotgan working directory'miz package bo'ldi. Bu git stage -p ninki alaydligi. Bugungi o'rgangan mazmunlarga bir qarab baxsak, index 5 git html deganiga qaraydi. Bugun nimani o'rgandik degan vaqtda git stage deganni o'rgandik. Birinchisiga git stage deganni o'rgangandan keyin git stage list qilib stage qilganlarni ko'rdiganni o'rgandik buyruqni. Uni qilib bo'lgandan keyin git stage pub qilib stage add stage id'sini besib shu stage qilgan narsani qaytarib kelishni o'rgandik. Undan keyin git stage apply qilib stage add 0 buni qilib apply degan pub degan stage ni qaytarib keldi va shu stage ni juvitdi. Apply degan uni jumaydi. Hem qaytarib keldi, hem shu vaqtli yerda saqlab qo'ydi. Bu apply ninki farqi. 5-siga git stage -p ni tanlash orqali qaysi hujjatni stage qildigan, qaysi hujjatni stage qilmaydiganligini tanlashni o'rgandik. 6-siga git stage drop stage id'sini kirgizib stage'dagi berilgan stage id'dagi stage'ni o'chirib etishni o'rgandik. Bugun o'rgangan narsalarimiz mushu. Agar bu stage degan hukmda tushunmagan yerlar bo'lsa, bizniki shu YouTube yoki Facebook betlarimizdan so'rashinglarni umid qilamiz. Undaqda keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.